Uyghur teatrçılığımızın vekillerinden biri, ataqlıq kino teatr artisti mərhum Hasan Yusuf, 1932 yılı 6 ayının 1 günü Qashqar şəhəriga təvə Saman yezisida tug'ilgan. Bo'ladigan ziroat ko'kidan ma'lum degandek, Hasan Yusuf kichigidan boshlabla san'atga cho'nqur ishtiyoq bog'lab, boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chig'idila Küldürgü cho'lpini degan nomni olgan. Uning eng cho'ng aloyidligi do'rash bo'lib, har xil xarakterdagi odamlar tugul, hayvonot va uchar qushlarni shunchalik o'xshitib do'raydi. Shu aloyidligi bo'yicha 1950 yili Şinjan Beru kadrlar maktabi, hozirgi Avtonom rayonlik partiya maktabining tez bitirish sinifiga 1 yillik o'qishga kelgan Hasan Yusuf maktabga kelgandan keyinmi o'zining aloyidligini joriy qildirib, maktab san'at atriti sahnalashtirib o'ynagan Zaynabga tuhmat, yetimlar ko'z yosh qatorliq dramalarda asosliq rollarni ilib, keyingi san'at hayoti uchun asos tikladi. Shuning bilan 1951 yili o'qish bitirishigila bir turkum savoqdoshlari bilan billa o'lkalik naqshi usul drama o'mikiga taqsim qilinadi. Shuningdan keyin Hasan Yusufning sahna hayoti rasmiy boshlandi. Bu mezgilda o'mak tayyorlagan Zavalg'u zulm, G'unchan, G'erib sanam, Yangi yer, To'y, Gulnisa qatorliq drama operalarda o'xshamagan personajlarning obrazini yaratib, keng xalq ommasining qizg'in olqishiga erishdi. Partiya Markaziy komiteti 3-umumiy yig'ini ochilib, adabiyot san'atning yangi bahorini to'lib toshgan qizg'inlik bilan kutib olgan Hasan Yusuf hozirgi Şinjan san'at yurti opera teatriga xizmat tushgandan keyin o'mak tarafidan sahnalashtirilgan Avgust Borallari, Gulnisa, Robiya Saidin, Maslahatchi qatorliq 31 dramada har xil personajlarning obrazini yaratgandan boshqa ekrandami o'z qobiliyatini namoyon qildi. 1980 yildan boshlab Nasriddin Apandi, Aman Nisaxon, Shayton bilan Soqchi, Dozaqqa safar, Uchbosh, Salom xat, telefon qatorliq 10 necha film va nurg'un etotlarda o'lmas obrazlarni yaratgan ataqliq san'atkor Hasan Yusuf 2001 yili 5 ayning 29 kuni safar ustida qazo qildi. San'at so'yar Uyg'ur xalqimiz bu san'atkorni mangu aslaydi. Yaş baktım bunga, çağlıktı. Zerda dodu da. Yaxşı, ona da çıkacak yetmezse işte konuştuk dediler. Ben hazır, ağaç kesen bu, ki işte. Davat! Davat?